35 yoshgacha tug'ib olish kerak deydi. Bugungi kunda ayollarimizda nima uchun erta klimaks kuzatilyapti? Bizni tuxumdonida shunaqa 2-3 follikul topamiz. Bu degani o'sha signal, что nimadir qilish kerak. O'zi normal holatda klimaks necha yoshdan kuzatilishi kerak? Kichkina tuxumdon qolgan, u o'zini vazifasini uzoq bajara olmaydi. Bolaga hech qanaqa ta'siri yo'qmi? Yo'q, bolaga hech qanaqa ta'siri bo'lmaydi. Bu ayol o'zini vaqtini kamligini ko'rsatadi. Ayol erta qarishiga olib keladi. Uzi qilmasdan turib bu narsani bilib bo'lmaydi. Turmushga chiqqaningdan keyin yosharib ketasan. Kesirvadagi yilma-yilga tug'ib homiladorlikka harakat qiladigan juftliklar baravar olib borish kerak homiladorlikka harakatni. Assalomu alaykum aziz opa-singillar, aziz ayollar. Sizning salomatligingizni bezovta qilayotgan kista, miyoma, polip, endometrioz va boshqa ginekologik muammolaringizni eshitib, inobatga olgan holda, savollaringizni tinglagan holda bugun studiyamizga oliy toifali shifokorlarimizni taklif etganmiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Bugungi kunda ayollarimizda nima uchun erta klimaks kuzatilyapti? Erta klimaksning asosiy sabablari bu operatsiyalar hisoblanadi. Gormonal buzilishlar hisoblanadi. Operatsiyadan keyin, misol uchun ayol bitta tuxumdonni olib tashadimi, 5 yil oldingi klimaksga kirib ketadi. Ya'ni oldinroq klimaksga kirib ketadi. Yoki miyoma sababli bachadonni olib tashagan bo'lsa, klimaksga kirib ketib bo'ladi. Erta klimaks sabablari tuxumdon zaxirasining kamayishi ham bo'ladi. Misol uchun tuxumdon zaxirasi 40 yoshli ayolda 3 ta 4 ta bo'lsa, bu norma hisoblanadi, sekin klimaksga kirishini bildiradi. Agar undan kamayib ketadigan bo'lsa, tuxumdon zaxirasining kamayishi ayollarni erta klimaksga olib kirib ketadi. O'zi normal holatda klimaks necha yoshdan kuzatilishi kerak? Normal holatda 45 yoshdan bo'lsa yaxshi. Qanchalik klimaksni cho'zadigan bo'lsangiz, ayolning ruhiy holati va gormonal holatini tiklab berasiz. Yashash sifatini yaxshilab berasiz. Agar bu gormonal buzilishlar erta bo'ladigan bo'lsa, ayol erta qarishiga olib keladi. Miyomani qanchalik erta klimaksga uchrash uchun ta'siri bor ayollarda? Miyomani ta'siri agar olib tashasa ta'siri kuchliroq. Erta klimaks asosiy sabablardan o'sha operatsiyalar hisoblanadi. Ayolda tuxumdon operatsiya bo'lganmi, u erta klimaksga kirishi aniq. Erta klimaksga kirib ketadi. Erta klimaksga kirmaslik uchun uni gormonal fonni to'g'irlab turish kerak bo'ladi. Agar gormonal fonni to'g'irlamasangiz, ayol klimaksga kirib ketadi. Ginekolog sifatida qabulingizga kelayotgan ayollarimizdan bilsak bo'ladi, necha yoshdan klimaks kuzatilyapti o'zi? O'zi ayollarda hozir har xil kuzatiladi. Aytganimdek, operatsiya bo'lgan ayollar erta klimaksga kirib ketishini oldindan biz aytamiz. Necha marta operatsiya bo'lgan, shuncha marta operatsiya bo'lgan bo'lsa, gormonlar buni isbotlab bersa, klimaksga kirish davrida ekansiz deb aytiladi. Misol uchun 40 yoshar ayol ikkala tuxumdondan operatsiya bo'lgan, ya'ni rezeksiya bo'lgan. Kistani olib tashagan, kichkina tuxumdon qolgan. U o'zini vazifasini uzoq bajara olmaydi. Klimaksga o'tib ketadi. Klimaksga o'tib ketmaydi degan bo'lsa, gormonni to'g'irlab turib, iloji boricha klimaks davrini cho'zishga harakat qilamiz. Ayolning yashash sifatini yaxshilab berish uchun. Uzida orqali tekshirganingiz, ya'ni klimaksga kirgan ayollarimizda nimalar yuz beradi bachadonida? Klimaksga kirgan ayollarda biz o'sha tuxumdonlarida zaxirasi bo'lmaydi, ko'rmaymiz zaxiralarini. Follikulalari bo'lmaydi, qolmagan bo'ladi. Endi tayyorlanayotgan, endi klimaksga qarab ketayotgan ayollarda boya aytganlaridek 2 ta, 3 ta, 4 ta follikulni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Lekin hozir har qayerda bir xil paytda yoshroq ayollar keladi. Bizni tuxumdonida shunaqa 2 ta 3 ta follikul topamiz. Bu degani o'sha signal, что nimadir qilish kerak, gormonal fonnini to'g'irlash kerak, konsultatsiyaga kirish kerak bu ayol, чтобы erta klimaksga kirib ketmasligi uchun. Tuxumdonda o'zi normal holatda qancha follikullar bo'lishi kerak? 7 ta, 8 ta, tuxumdon zaxirasi reproduktologlarning hisob-kitobi bo'yicha baholaganda 12 tadan pasaysa, ovarial zaxiraning kamayishini ko'rsatadi. 12 tagacha bo'lsa norma hisoblanadi. 12 tadan oshib 35 gacha bo'lsa bu polikistoz ko'p hujayrali tuxumdon hisoblanadi. Ya'ni kam, norma va ko'p. Ko'p bo'lsa bu ayol klimaksga kirish davri kech bo'ladi. Bu ayol tug'ib olish kerak. Faqat unda tuxumdon ishlamaydi. Ya'ni polikistoz multifollikular tuxumdonda. Agar ayolda ko'ryapmiz, urug'i 12 tadan kamaydi, 6 ta, 5 ta, bu ayol shoshish kerak, tezroq ikkiqat bo'lish kerak. Agar maqsadida tug'ish bo'lsa, agar vaqtida tug'ib oladigan bo'lsa, bu tuxumdondan foydalanib oladi. Chunki bu tuxumdon erta klimaks kirib ketish belgisini ko'rsatadi. Bunaqa kam tuxumdon bilan homilador bo'ladigan bo'lsa, bolaga hech qanaqa ta'siri yo'qmi? Yo'q, bolaga hech qanaqa ta'siri bo'lmaydi. Bu ayol o'zini vaqtini kamligini ko'rsatadi. Chunki ayol kishiga tuxumdon reproduktiv yosh vaqtincha berilgan. Agar vaqtida foydalanib tug'ib olsa, tug'ib oldi. Bo'lmasam pastga tushib ketib, urug'lik kamayib ketadigan bo'lsa, bu klimaksga kirib ketish davrida homilador bo'lishda muammo bo'ladi. Shu o'rinda bizni kuzatayotgan ayollar orasida erta klimaksga kirayotgan yoki organizmida o'sha gormonal o'zgarishlar, terlash, asabiylik kuzatilayotgan bo'lsa,
bilingki, bu erta klimaksning belgilari bo'lishi mumkin. Mana shunday holatlarda bizning markazimiz sizdagi erta klimaksni oldini olishga yordam beradigan svechalarni ishlab chiqargan. Ushbu svechalarimiz bilan siz high siklni normal holatga kelishiga va erta klimaksni oldini olishga erishishingiz mumkin. Suhbatimizni davom ettiramiz. Nargiz opa, Diyora, bugungi kunda ko'ryapmizki, ayollarimizning high sikli buzilgan. Va aynan ushbu high sikli buzilish oqibatida asabiylik, o'zidan o'zi stress bo'ladigan, kuchli terlab ketish va boshqa kasalliklar kelib chiqyapti, aynan high sikli buzilish fonida. Nima uchun bunaqa holatlar ko'p kuzatilyapti? High siklni buzilishini nimaga buzilganini bilish kerak oldin. Misol uchun bo'ladi, qizlarda yosh qizligidan hayzi vaqtida kelmagan, 3 oyda bir marta kelgan. Bunda bo'lishi mumkin polikistoz tuxumdon, ya'ni SPKA kasalligi, tuxumdonda urug' ko'p, hayz vaqtida kelmaydi, buzilib keladi, gormonal buzilishi bor. Ba'zi ayollar bor, klimaksga yaqinlashyapti, hayzi to'xtab qoladi. Ba'zi ayollarda oyda 2 marta ham hayz keladi. Bular hammasi hayz siklini buzilishiga olib keladi. Asosiy sababga ko'ra tekshiruv qilinib, tekshiruv sababiga ko'ra davosi, shunga qarab turib natija bo'ladi. Bu er-xotin o'rtasidagi munosabatlarga qanchalik ta'sir ko'rsatadi? Libido tushib ketishi, bu ayol kishida ovulyatsiya bo'lmasa o'zi, mana polikistoz kasalligida ham ko'pchilikda libido bo'lmaydi. Ularda gormonal o'zini muhiti bor. Gormonlar o'zini ishini, ritmni boshqarib tursa, ayolda psixologik stress ham bo'lmaydi. Hayoti ham normada bo'ladi. Agar gormonal buzilish bo'ladigan bo'lsa, bu ayolda o'sha aytganimizdek aloqada ham muammo bo'ladi. Psixologik stress ham ko'payib boradi. Bu gormonal foniga ta'sir ko'rsatadi. Masalan, o'sha klimaks davri jarayonlarida ayolda testosteron baland bo'lib ketishi mumkinmi? Klimaks davriga o'tishda ayollarda birinchi o'rinda progesteron kamayadi, keyin estradiol gormoni kamayadi. Ikkala gormon o'zi kamayib borib, o'sha klimaksga o'tish davridan o'tgandan keyin klimaksga o'tadi. Klimaksga o'tgan vaqtda esa ayollarda ikkala gormon ishlamasligi natijasida erkaklik gormonlari ko'payib ketadi. Ular androgenlar ko'payishi natijasida o'sha xohish bo'lmaydi, libido bo'lmaydi, ayol quruq bo'ladi, namlanish bo'lmaydi. Gormonlar o'zini vazifasini bajarmasa, ayolda qo'pol qilib aytganda muhit yaxshi bo'lmaydi. Muhit yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, oilaviy muammolar ham kelib chiqaradi. Ayniqsa ayollar bachadonni oldirgandan keyin ularda bachadon vazifasini bajarmayaptimi, namlik yo'qmi, ularda hayot bo'lmaydi, jinsiy hayot bo'la olmaydi, muammolar kelib chiqadi. Uni natijasida gormonal buzilishlar ko'payib ketadi. Erta klimaksni oldini olish uchun nimalar qilishsin ayollar? Erta klimaksni oldini olish uchun birinchi o'rinda ultratovush qilish kerak. Ayollar aytishadi, mana bilasizmi, bizani bemorlar boshqa yoqni aylanib yurishadi. Aytishadi, boshim kuchli og'riyapti, jizzaki, men urush qolmay, hech narsa yoqmaydi, terlab ketyapman, isib ketyapman, yuragim o'ynab, kardiologga boradi, nervpatologga boradi, bo'g'im kasalligi hammaga aylanadi, bitta ginekologga kirib chiqmaydi. Ginekologga ko'rigiga kelganda ultratovushda ko'rikda etiladi. 3-4 ta urug' ko'rdikmi, biz o'ylaymiz, siz erta klimaksga kirayotgan bo'lishingiz mumkin. Gormonlar buni isbotlab beradigan bo'lsa, bu ayol erta klimaksga kirib ketayotgan bo'ladi. Ya'ni estradiol va progesteron gormonni normallashtirsangiz, hamma muammolar ketadi. Bosh og'rig'i ham, asab ham, hech narsa yoqmasligi, yurak muammolari ham ketadi. Chunki asosiy negiz aytganimizdek, ikkinchi yurak bu bachadonda muammo ketayotgan bo'ladi. Masalan, tuxumdon kistasini paydo bo'lishi ayollarda hayz ko'rmaslikka ham olib kelishi mumkinmi? Albatta, agar tuxumdon kistasi bo'ladigan bo'lsa, tuxumdon vazifasini bajarmayapti. Hozuv band, unda kista bor. Uni natijasida ayolda hayz ko'rmaydi yoki bo'lishi mumkin qon ketib qoladi. Har xil kistalar holat ko'rsatadi, qon ketib qoladi. Shuning uchun ayollarda bitta yechim, oddiygina ultratovush tekshiruv, muammoga qarab keyin yechim ko'rsatadi. Shu narsani aytib o'ting. Особенно yosh qizlarda hozir shu narsa bo'lyapti. Hayzi narushение bor. Hech narsa qilmaydi, пока to'g'irlangunicha vaqt kerak deyishadi-da. No, na samom деле, agar o'ziga kelsa shu qiz ko'rishimiz mumkin. Kistasi bor bo'lishi mumkin u qizda. O'shaning uchun hayzi vaqtida kelmayotgan bo'lishi mumkin. Qon ketishlar o'shaning uchun bo'layotgan bo'lishi mumkin. O'zi qilmasdan turib bu narsani bilib bo'lmaydi. Lekin ko'pincha onalarimiz aytadi, hech narsa qilmaydi, qiz bola hali joyiga tushmagan, endi turmushga chiqsa yaxshi bo'lib ketadi. deb mana shunaqa deyishadi. Shu eri sehrgar ko'rib olishadi. Lekin o'zingizda qizligingizdan bo'lgan muammoni turmushga chiqqandan keyin u yechimi bo'lmaydi. Gormonal o'zgarish bormi, oldin uni to'g'irlash kerak, keyin turmushga berish kerak. Qizlarni turmushga berishdan oldin birinchi tekshiruv qilish kerak. Hayzi kelmayapti, nima sababdan kelmayapti yoki hayzi ko'p kelyapti, nima sababdan ko'p kelyapti? Nargiz opa, yana bitta narsa mif deb hisoblashni boshladim. Onalarimiz turmushga chiqqaningdan keyin yosharib ketasan, chiroyli bo'lib ketasan deydi. Tishimiz tushishini, sochlarimiz to'kilishini, asabiy bo'lib qolishi, postiradovoy depressiyalar bor. Mana ular hisobga olishmaganmi yoki bu yolg'on narsamidi? Endi o'zingiz o'ylang, bitta insondan bitta inson paydo bo'ladi. Siz bor narsangizni, bor vitaminlaringizni unga berasiz. Bo'lishasiz. Bo'lishganingizdan keyin hozir ayollar nima qilyapti? Kesirvadagi 20 yilga tug'yapti, yana kesirva. Nima qoladi keyin? Ayollar naborat erta qariydi-da.
charchaydi. Organizmi yosharishi bo'ladi. Bachadon tuxumdon yosharadi tuqqan ayolda. Lekin o'zimizda organizmda qarish belgilari his qilinadi, chunki vitaminlaringizni bo'lishdingiz, o'rnini to'latmadingiz, yana 2 qat bo'lib oldingiz. Agar homiladorlik harakat qilsa, o'rnini to'latish kerak edi. O'zingizga ham, bolaga ham yetadigan darajada vitamin bo'lishi kerak. Erta Orasidagi daraja necha yil bo'lishi kerak? Oldin 3 yil deyilgan. Hozir hech kim 3 yilga qaramayapti. Kesarva bo'lgan ham yilma-yilga tug'yapti. O'zi normal holatda 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi farzandgacha yoshlar oralig'i necha yoshda tuqqan yaxshi? Masalan, birinchi farzand 19-20 yosh deylik. Mana o'zi reproduktiv yosh ayolda chegaralangan. 35 yoshgacha tug'ib olish kerak deydi. Ayolda eng zo'r payti 20 yosh hisoblanadi. 20 yoshdan 25 yoshgacha ayolda tuxum hujayrasi sifati yosh bo'ladi, urug'i ko'p bo'ladi. Ya'ni sog'lom bolalar tug'ilish ehtimoli yuqori hisoblanadi. Ko'pchilik mana karyera qilaman deydi, boshqa qilaman deydi, 35-40 da turmushga chiqadi. U paytda tuxum hujayrasi sifatida ham muammo bo'ladi. Keyin qo'shimcha muammo kasalliklar kelib chiqadi. Agar 20 yoshdan turmushga chiqqan bo'lsa, yili 2 yil, 3 yil ichida ketma-ket tug'ib olsa bo'ladi. 35 yoshgacha tuqqan o'zi reproduktiv sog'lom tuqqan ma'qul hisoblanadi. Hozir ko'pchilik katta yoshda ham tug'yapti. Endi u katta yoshda tug'ishda bitta muammosi, yosh katta bo'lgan sari urug' hujayrasining sifati buziladi, genetik muammolarga olib kelishi mumkin. Mana bir xil aytadi, 4 ta bolam bor, nega 5-chisiga hozir yoshim 40 da ne bola o'smay qoldi deydi. Yosh katta bo'lgan sari genetik muammo bo'ladigan bo'lsa, homila o'smay ham qolishi mumkin. Shu o'rinda ayollarimiz faqatgina biz hozir ayollarni muhokama qilamiz, uni tug'ishi, organizmi, lekin erkaklarchi? Hozir erkaklar va ayollar alohida mavzu bo'lib qoldi. Bepushtlik oldin asosan ayollarga qaralgan bo'lsa, hozir erkaklarga ham qaraladi. Endi bizda bitta narsa bor, nimagadir erkaklarimizni ko'rinishiga qarab baho berishadi. Har doim ham ko'rinishiga qarab baho beramiz. Misol uchun men vrach sifatida menga kirib kelayotgan bemori kirib kelayotgandan qarayman deb muammosini уже ichimda o'ylab qo'yaman. Lekin bir xil erkaklar bor, uni ko'rinishidan siz o'tda nima bo'layotganini bilmaysiz. Ulardan bir donagina spermogramma hamma narsasini aytib beradi. Morfologiyasi, soni, miqdori, aktivi hammasini aytib beradi. Shunga qarab turib erkaklar ham ko'rinishi kerak. Lekin ko'pchilik erkaklar hozir ayoldan yoki bolalarim bor, ayoldan bo'lmayapti deb hisoblashadi. Lekin homiladorlikka harakat qiladigan juftliklar baravar olib borish kerak homiladorlikka harakatni va tekshiruvni. Va shu o'rinda aytib o'tish kerak, yana bitta narsa qulog'imga chalingan edi. Yosh katta ayollar o'rtasida hayz o'sha buzilishi bo'ladi-yu, baribir yo'q. Mana klimaks davri bo'ladi yosh katta ayollarimizda. Klimaks davridan o'tib olgan baxtli ayol hisoblanadi. Klimaks davridan o'tgan bor, o'tmagan bor deyshadi-ku. Bu qanchalik to'g'ri? Yoki shunchalik qon bosimini ko'tarib boradimi? Yoki o'sha hayot uchun xavflimi demoqchiman. Juda ham to'g'ri savol berdingiz, chunki ayol kishini klimaksga o'tish davri ham bitta qaltis davr hisoblanadi. Bilasizmi? Agar ayol kishi hech qanaqa shikoyatsiz klimaksga o'tib ketsa, bu uning vaqti hisoblanadi. Agar klimaksga kirish davrida ayol juda qiynaladi. Isib ketadi, jizzakili uni boshqarib bo'lmaydi. Shilqim g'oyali miyada aylanveradi, hech narsa yoqmaydi. Yurak muammolar. Agar unaqa muammolar ko'p bo'ladigan bo'lsa, bu ayol qiyinroq o'tadi klimaksga. Haqiqatda klimaks davri faraz qiling, sovuq xonada ham isib ketaveradi. Bosimni o'zgarishi, ana o'zidagi bo'layotgan muammolar ko'payishi, kayfiyati tez buzilib ketishi, ishda ham ishlolmaydi, oilada bilasiz kimga yoqadi to'palon? Har xil o'zgarish bo'laveradi. Klimaksga o'tib ketayotgan ayol agar o'zini o'tayotganini biladigan bo'lsa, asosiy muammosini to'g'rilab turish kerak. Gormonal fonni to'g'rilab turish kerak. Iloji boricha kechroq klimaksga kiradigan bo'lsa, ayol o'ziga ham yashash, o'zi uchun ham yashashga, bolalarni katta qilib qo'yib, nevaralarini o'zi uchun ham yashash uchun vaqt topadi shuni. Agar sog'lig'ini to'g'rilab olsa. Ko'rsatuvimiz so'ngida shuni aytib o'tishimiz kerakki, aynan bizning markazimizda ayollarimizda erta klimaksni oldini olish uchun svechalarimiz ishlab chiqarilgan. Aziz ayollar, salomatligingiz o'zingizga kerak. Faqatgina farzand tug'dim, vazifam shu emas, o'zingizga oltinlik darajasida qimmatli bo'lgan bachadoningizni yoki organizmingizni albatta o'zingiz asrang. Har bir ayol o'zi uchun aziz. Salomatlik markazimizga esa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ayollar markazimiz doim sizning xizmatingizda. Shifokorlarimiz ta'kidlab o'tganidek, erta klimaks hayot uchun haqiqatan xavfli hisoblanadi. O'zingizni seving, qadrlang va bizning ayollar markazimizga doimo murojaat qilishingiz mumkin. Biz esa sizning xizmatingizdamiz. Suhbat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat.